Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulullah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala'ga behisob hamd-u sanolar bo'lsin. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi ve sellemga salovat va durudlar aytgan holda o'sha boshlangan darsimizning ikkinchi qismiga o'tamiz. O'sha darsni men 10 minutda tugatarman deb niyat qilgan edim, lekin sal ko'plik qildi, ishimiz sal ortiqchalik qildi. Keyingi ikkinchi qismiga o'tishga majbur bo'ldik. Xo'p, mana ikkinchi qismida endi qiladigan ishimiz bizda mana shunaqa formulalar nimamiz bor, programmalarimiz bor. Mayni 2, 3, 4 degan. O'sha programmadan foydalangan holda o'sha nimamizga boyagi oldingi darsda qilgan formula 5imizga formula berib olamiz. Mana mayni 2ni bitta bosib qo'ydik. Запускать qilamiz. Mana programmamiz ishga tushdi. Select qilamiz o'sha formula nimani o'sha faylni topib olamiz. Mana o'sha formulamiz hisoblashga bersak, mana tayyor bo'ldi. Qaranglar, sekund ham ketgani yo'q. Mana endi ochib ko'ramiz. Mana ochib ko'rdik. Endi bu yerda bizda o'sha formulani nimani ishlamadi. Zarar yo'q. Uni shu turgan joyda kopirovat qilib olamiz. Mana bunga nomini o'zgartirib qo'yamiz. Mana buni F5 deb turib nomni qoldiramiz. Mana endi сохранить qildik. Saqlanib qildik. Mana shu joyda turibdi o'sha narsa. Mana shunga formula beramiz endi. Buni ochdik. Mana 123 ning ichida mana turibdi o'sha nimamiz. Mana formula beramiz. Programmaga to'g'ri. Mana tayyor bo'ldi. Mana endi ochib ko'raylikchi. Mana tabletamiz tayyor. To'liq formulaga turibdi. Mana resurslari xohlagan bittagingiz tekshirib ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu joyga olib tekshirib ko'raylik. Summa fizabyonni normaga ko'paytiradigan bo'lsak, mana 1.73 60 mana. Bundan ortig'i bo'lishi mumkin emas. Yoki mana bu summani yig'ib ko'raylik mana. Mana hammasi yig'indisi bo'lyapti mana 729 873 mana. Endi tagiga kirib ko'rsangiz. Mana bu joyda umumiy summalarni ham yig'ib ko'rsatyapti. Buni ham tekshirib ko'rishingiz mumkin. Bundan oldin mana bu joyda bitta nimasi bor. Programmamizning bitta kamchiligi bor. Mana shu minuslarni hisoblashda sal yanglishadi. Mana shu yerga minus qo'yib ketadi. O'sha minusni biz olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Mana. Bittagina qo'shimcha ortiqcha qiladigan ishimiz mana shu.
Mana tayyor bo'ldi. Mana tekshirib ko'rishimiz mumkin. Buni mana resurskadan tekshirsak ham bo'ladi. Mana materiallar 1 milliard 301 358 188. 1 milliard 301 358 359 100 so'm farq etdi. Bu o'sha mana formuladagi yaxlitlarni nimalarni hisobiga. Mana keyingisini ko'ramiz. Mashina mexanizmi misol uchun. Mana masalan 61 milyon 905 bin 372 so'm. 61 milyon 905 bin 162 so'm. 200 so'm farq etdi bu yerda. Bu ham o'sha yaxlitlar hisobiga. Mana chelovikchasini hisoblasak 543 milyon 796 bin 818. 543 796 817 94. To'shni chiqyapti. Mana bu оборудование ham menimcha to'shni bo'lsa kerak. Mana 90 376 001 qoldi. Mana bu ham to'g'ri. Mana shu formulamiz bor, nimamiz, programmamiz bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 90lik 737 30 98 telefon nomeriga yoki Telegram lichkaga, mana Telegram lichkani ham qo'yib qo'yaman. Mana shu yerga qo'yib qo'ydim. Mana. Bu sal kattaytirib shuni qo'yib qo'yaylik. Mana bu yerga Telegram telefonimni ham qo'yib qo'yaman. 998 90 737 98. Ama tekst qilib yozish kerak ekan. Plus 998 90 737 98. Mana shu nomerga telefon qilsangizlar yoki Telegramda mana shu yerga yozadigan bo'lsangizlar, programmani o'zim o'sha nimalarni har bittasini mana bularni $100 sotib olganman har bittasini. Lekin foydalanaman shundan, daromad qilaman, ishlataman deydigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, har bittasini 100 ming so'mdan beraman. Kimga nima bo'ladigan bo'lsa, kerak bo'ladigan bo'lsa, qilaqilar, ishlab qoladi. Xo'p. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.